Победа aviakompaniyasidan Samarqandga registratsiya jarayonlari endi ochildi do'stlar. Победа aviakompaniyasi Samarqandga kunimga 3 reysdan bo'ladi do'stlar. 21:00 da, 22:30 da, 23:30 da uchadigan reyslar bo'ladi. Победа aviakompaniyasidan Toshkentga. Do'stlar ruchnoy qiladi, 10 kilo ruchnoy, lekin ko'rib turganinglardek qutichasiga soldirib oldiradi. Qutichasiga soldiryapti, ko'rib tursanglar kerak orqadan. Qutichasiga soldirib oldiradi. Shuning uchun do'stlar ruchnoy qiladi, kichkinoq qilib olib kelasizlar. Katta qilsanglar bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun bu sizlarga foydali bo'ladi degan maqsadda aytyapman. Do'stlar, Победа aviakompaniyasida 10 kilo ruchnoy, 10 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bo'ladi, yana 20 kilogramm bagaj, 10 kilo ruchnoyligi bo'ladi. Победа aviakompaniyasida boshqalar qarang arzonroq biletlar chiqarishyapti, bez bagaj. Shuning uchun sizlar ham bez bagaj ketmoqchi bo'lsangiz, Победа aviakompaniyasiga sunish qilaman. Nimaga deganda, bez bagaj arzon tushadi do'stlar. Bemalol davlatniki ham arzon tushadi. Bemalol xarid qilsanglar